Oshin serial bosh qahramonini gavdalantirgan aktrisaning taqdiri qanday kechdi? Bugungi roligimizda aktrisa Yuko Tanakaning hayoti va ijodiga nazar tashlaymiz. Daromad juda katta. Lekin kreditlarning deyarli yarmi to'lanmagan. Bu ahvolda ishni qanday qilib davom etishga hech ham aqlim yetmayapti. Ba'zilari 1 yildan beri to'lanmagan. O'zbek kino ixlosmandlarining qalbidan joy olgan ushbu serialda Oshinning o'rta yoshdagi davrini ijro etgan aktrisa Yuko Tanaka shaxsiy hayotida befarzand bo'lishiga qaramay, serialda farzandi uchun hamma narsaga tayyor ona rolini juda ishonarli va mohirona ijro etgan. Aktrisa 1955-yil 29-aprel sanasida Yaponiyaning Osaka shahrida dunyoga kelgan. U Meiji oliygohini tamomlagan ko'p qirrali aktrisa. 1979-yilda Tanaka faoliyatining boshlanishida Opama serialida, 1981-yilda Eiza Naiga tarixiy dramasida bosh rollarni ijro etgan. Aktrisa ushbu 2 filmdagi rollar uchun bir qator mukofotlarga ega bo'lgan. Jumladan, Yaponiya Kino akademiyasining 2-darajali eng yaxshi aktrisasi va yilning eng yaxshi yangi ijodkori mukofotlariga loyiq deb topilgan. 1983-yilda Yaponiyaning NHK telekanali o'zining 30 yilligini nishonlash arafasida Oshin nomli yangi serialni namoyish etdi. Bu mamlakat tarixidagi eng ko'p tomosha qilingan seriallardan biri bo'lgan va u 68 ta boshqa davlatda ingliz tilidan arab tiligacha bo'lgan subtitrlar bilan namoyish etilgan. Bolalikdagi Oshin rolini Ayako Kobayashi o'ynagan, lekin Tanaka katta Oshin rolini o'z zimmasiga olgan. Serial 1983-yilning aprelidan 1984-yilning martigacha deyarli 315 daqiqalik qismlarda namoyish etilgan va uning eng yuqori reytingi uni Yapon televideniyasi tarixidagi eng mashhur dramaga aylantirgan. Oshindan keyin aktrisa badiiy filmlarga qaytdi va 1985-yilda Caponi ko'p yig'laydi komediyasida va Demon dramasida bosh rollarni o'ynadi. Tanaka ushbu 2 film uchun Yaponiya Kino akademiyasining eng yaxshi 2-darajali ayol roli nominatsiyasiga ega bo'lgan. Keyingi 10 yil davomida Tanaka asosan televideniyada ishladi va o'nlab televizion filmlarda ishtirok etdi. 1988-yilda aktrisa Momaqaldiroqli Dovon filmida suratga tushdi. Aktrisaning shaxsiy hayoti. Yuko Tanaka 1982-yilda qo'shiqchi va aktyor Kenji Sawada bilan tanishgan. O'sha paytda Sawada qo'shiqchi Emi Itoga uylangan edi, lekin ular 1987-yilda ajrashgan. So'ng Tanaka va Sawada 1989-yilning noyabrida turmush qurishgan. Taqdir taqozosi bilan bu juftlikka farzand ko'rish nasib etmagan. Shunday bo'lsa-da hozirga qadar er-xotin birgalikda baxtli turmush kechirishmoqda. Hozirgi kunda ham Yuko Tanaka ijodda faol. U 70 yoshdan oshganiga qaramay, film va seriallarda suratga tushib kelmoqda.